Assalomu alaykum azizlar. Mana shu 200 kilodan oshiq qo'ydi. Milliy terma jamoamizga Said Akram akamiz jahon chempionatiga chiqsa hadya qilaman degandilar. O'zbekiston futbol terma jamoasi jahon chempionatiga chiqsa, mana shu 210 kilolik qo'chqorni so'y beramiz. Jaloliddin aka, mana Rancho Uzdan terma jamoaga hadyani qabul qilib oling aka. Subhanalloh. Rahmat aka. Abdurahmon aka, bitta narsa aytmoqchiman. Siz juda ham yaxshi bilasiz, bizni futbolchilarda hamma narsa yetarli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shuni men o'ylashim bo'yicha bolalar uyigami yoki shu muhtoj oilalarga ehsonga tarqasa chiroyliroq bo'lardi. Terma jamoa futbolchilari bunga roziligini bilaman. Ular bilan gaplashib qo'yganmiz. Butun terma jamoaga bitta yurichan qizartirib yuboringlar. Zo'r. Nima deysizlar? Buni aka xalqqa o'ziga topshirsa, hozir kommentariyada yozinglar. Qatga ehson qilganimiz yaxshi. Eng ko'p fikrni Inobatga olamiz. Xudo xolasa ehson qilamiz. Avvalambor aka yana bir marta tabriklayman. Jahon chempionatiga chiqqaninglar bilan Xudo xolasa Amerikada bizni kutinglar, mashinada boramiz. Inshaalloh mashinada boramiz. Aka sizga ham rahmat. Salomat. Bizning so'rovlarni kuzatib boringlar. Xudo xolasa qatga ehson qilganimizni sizlarga albatta yetkazamiz. Bu videoni qo'y yaxshi ko'radigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Mana lekin 200 kilolik haqiqatdan shu qo'yi bor. Seriozniy ekan bor.